Ozg'in bolani temasini gapirmoqchiman. Assalomu alaykum. Butun O'zbekistonga poddeshkalaring uchun katta rahmat. Ozg'in bolani temasini gapirmoqchiman. Xo'p, 1,5 oy bo'ldi mana qo'yganimizga. Nimaga qo'ymayapsizlar degan savolga javob beraman. Qo'yamiz, faqatgina 1,5 oy ichida 15 kun, 13 kun kelmadi zalga, chunki issiqjon mazasi bo'lmay qoldi. Oz muddat so'raganman sizlardan. Ashini hisobga olgan holatda 5-oktyabr kuni inshaalloh videosini qo'yaman. Ungacha qo'yinglar degan odam qiziq bo'lsa shu video like bosib bitta poddeshka qilasizlar. Chunki oz muddat so'raganman, formasi xudo xolasa chiroyli bo'ldi. 12 kilo vес qo'shilgan 1,5 oy ichida. Katta sportsmenlar buni biladi, mashaqqatini. 1,5 oy ichida juda qiyin, farmakologiyasiz, ximiyasiz bo'lgan bola bu. Gainer, ovqatlanish rejim, trenovka juda qiyin bo'ldi, короче, bu xullas. Qaranglar. Plus tomoni qo'llari ancha yozilishni boshladi. Biz yutuq tomonimiz 12 kilo vес oldi. Shu bola. Buni 5-kuni qo'yaman. Like bosib bitta poddeshka qilib yuborasizlar. Butun O'zbekiston hammanglarga duolaring uchun kattakon rahmat.